Do'stlar, sizlar bilan men Reker 123. To'g'ri kanalimni ismini o'zgartirdim. Chunki oldingi ismimda televizorda yozayotgandim, chiqmadi. Shuning uchun majbur bo'ldim kanalimni ismini o'zgartirishga. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi Reker 123 deb yozaverasizlar. Mana kirishni bosdik. Bugun haligi O'zbekistonda bayrog'ini qiladi-yu. Shunday qiyshiq piramidaga o'xshatib ketadi-yu. Ashna qilishni o'rgataman sizlarga. Yaxshi bo'ladi degan umiddaman bu videoyu. Kiryapti. Mana kirib oldik. Hozir bizga oddiy Minecraftda oqtarib yotmanglar, rangli qumda chiqmasa ham kerak. Oldin o'ynaganman, esimdan ham chiqib ketgan. Voy. Qumlar qani rangli? Ana. Voy. Mayli. Pasroq deydi. Voy. Mana masjidlarda bo'lsa kerak. Hozir. Shunaqa qayta xullas endi mana. Voy. Voy. Rangli qum nima deyilardi? Voy. O'chirib yuboraylik, sekin topaveramiz endi bu. Chiqmasa ham kerak. Sekin qarab o'tish. Mana mashhad. Mana bu yashil. Qizil va ko'k, oq keyin fakil qani. Ama lekin haligi yulduzchalarni qilishda bilaman. Kechirib qo'yasizlar shu joyga. Fakil. Mana ko'rdinglar? Fakilni qo'ysanglar tepaga chiqib qolyapti qum. Ashna qilib sekin ketaverasizlar. Ovozlarga e'tibor bermaysizlar. Hozir bitta joyda edik. Xullas. Hozir mana hozir qancha uzun bo'lishini xohlasanglar, shuncha tepa qilaverasizlar. Haligidaqa hech nima bo'lib qolmaydimi? Shunaqa deganlarga yo'q. Hech nima bo'lmaydi. Hammasi mening nazoratim ostida dedi. Shunga o'xshatib. Ikki qator qilsak mana. O'rtaqlar mana shu fakilni monetga qo'yib yotmanglar. Chunki qum monet bu tarafda bo'lsa, xullas shunday ketadi. Unda bitta tomoni kalta bo'lib qolishi mumkin yoki uzun bo'lib qolishi mumkin.
YouTube'da ham ko'rib, ashundan sekin ko'rib ko'chiryapman. Hozir keldi. U bunaqa ideya kallamga. O'zi anchadan beri video chiqarmoqdim, mana shuning uchun. Sal boshqacha. Qanaqa qilib? Ha, mayli, mana shunaqa qilamiz. Lekin ulardan yaxshi ko'ryapman deb o'ylayman. E'tibor bermaysizlar, sal menda qatayotgandir yoki sizlarda ham qatayaptimi? Voy, ha, manatga tushib ketibdi. Kechirasizlar. Hozir shunday. Yana 2 blokni 2 blok qilsa bo'ldi shekilli. To'xtanglar, bu oshib ham ketibdi shekilli. Mana bu. Bo'ldi, endi bag'iga qizil qilamiz. E'tibor bermaysizlar, sal. Lekin qiyin bo'ladi. Ko'p vaqtlaring bo'lsa, buni qilinglar. Misol uchun sizlar YouTuber bo'lsalaring ham bu narsani qilib sinab ham ko'ringlar. Lekin yaqinda 15 ta obunachi bo'laylik do'stlar. Hamma ko'p bo'lib ketgan. Xuddi mendaqa yangi Minecrafterlar ham mendan oshib ketgan do'stlar. Shuncha sal poddeska qo'yarasizlar. Haligacha reklama qilib beradigan o'rtoqlaring bo'lsa, kommentga yozib ketinglar. Lekin haligacha shikoyatlanmanglar. Bu hozir bir qaraymiz-da. Yo, tekis bo'pti. Ana endi oq qumda qilamiz. Albatta o'xshar ekan, bu fake demanglar. Chunki bu rost. O'zlaring bir ashna qilib sinab ko'ringlar, xohlasanglar. Voy, yana xatolik. Bu video ancha uzun video bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki sal qiyin bo'lar ekan. Qo'lingizni aqabaqa ishlatib, siz kompyuter bo'lsa, kompyuterda qilishni maslahat beraman. Misol uchun boshqa Minecraft to'tsilar ham bo'laveradi. Men sizlar majburlamayman. Xo'p. Sal baland bo'lib ketmayaptimi? Ana. Yana bitta oq blokdan xuddi mana shunaqa devor. Hech qanaqa cheat bit o'rnatganim yo'q do'stlar. Xohlasanglar sinab ko'ringlar. Ikkita blok qilibmi? Yana mana shunaqa. E'tibor bermaysizlar uni bo'lsa, chunki o'zi Minecraft ashna qilib chiqarib yuborish ham mumkin. O'tib ketmadimi? To'xta. Yo, mana bu. Endi qizil, yana qizil. O'xshasa kerak deb o'ylayman. Hali fakelni bitta bo'lsa hammasi tushib ketyapti-yu fakellari. Mana shuning uchun. Men ham bilaman, u bo'lmasa bu noto'g'ri bo'ladi. O'zlaricha anaqa cheat ishlatib, bit ishlatib. Hozir o'ylab qoldim-da. Videoning davoyi hali. Misol uchun ko'k blokni tekis qilib ashna qurilgandaqa qilsam, tepasiga qizil blok tursa, shunday fakellarni olsam, ko'k bloklar ham tusharmi? Yo'q, videoyimga e'tibor bermaysizlar, oyimni so'rab qolib.
Masnaq. Hozir mana ko'k blokni olamiz. Ovozlarga e'tibor bermaysizlar. Hozir tashqariga chiqib ketyapman. Bitta ish bor ekan, shuning uchun. Ko'rolmay qolishim mumkin videodan davomida. Shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Mana hozir haligi ko'k bo'lmaydi unaqa. Ko'k blokni tekis qilsak. Haliginaqa oy yulduzchalarini o'xshatadimman, shuning uchun qilmay qo'yaverishga qaror qildim. Chunki men u ko'rganman, 12 ta yulduz bo'ladi. Faqat ularni o'xshata olmayman. Hozir mana oxirida eng mazza joyi keladi. Videodan chiqib ketsanglar ham hech bo'lmasa obuna bo'lib qo'yinglar kanalimga o'tib. Kanalimni ismini ham boshida aytdim. O'tkazib ko'raverasizlar. Kanalimning ismi yana bir marta aytyapman. Reker 123. Reker pastga chiziqcha 123 demoqchi edim. Kechirasizlar. Mana bitta sekin pastga tushib olamiz. Şans ver. Mana şu yaptı. Mana qaranglar, o'xshadi. Wow. Ha. Zo'r o'xshadi. Do'stlar, sizlar ham qilib ko'ringlar. Ha. Ko'kini ikki qator qilmaganman hamma. Mana yoritib ham ko'rsataman hozir. Yorug'ini bir ko'raychi. Mana hamma yorug'ligida sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rmasanglar. Mana qolib ketibdi. Mana o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. Fake yo'q. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Xayr do'stlar, keyingi videoda biz ko'rishamiz. Hozir mana yana bitta video, videoning boshi chiqyapti. Mana tepada kanalimiz mana pastga chiziqcha 1 2 3 qilib qo'yasizlar. Mana topishga chiqarib yuborsanglar mana Google rasm turgan bo'ladi. Rasmda kirsanglar mana eng oxirgi mashhur ikkalasi eng eskilari mashlar. Shortslarga qo'ysanglar mana shu videolarim bor xolos. Post qo'ymaganman hali, chunki qo'yishni ham bilaman. Bilsanglar kommentda yozib qoldiringlar.